Internetda tarqalgan, lekin hali tasdig'ini topmagan mana bu ovozli xabar butun dunyoda aylanyapti. Y por orden de Messi y el grupito que tiene de Paul, Enzo y todo, dijeron que no, que había que perderlo el partido para que Argentina no fuera suspendida por 10 años para los mundiales. Bien. Bu ovozli xabar Argentina Futbol Federatsiyasi prezidenti Chiki Tapia'niki deyilyapti. Mana shu xabarga ko'ra Argentina Ispaniya bilan finalda yutqazishga majbur bo'lgan. Messi Argentina uchun eng muhim qarorlardan birini Ispaniya bilan final o'yinidan oldin qabul qilgan. Argentinalik futbolchilar o'yinga kelishdan oldin xursand bo'lib kelib, kiyinish xonasidan xafa bo'lib chiqqaniga ham Messi qabul qilgan qaror sabab bo'lgan ekan. Demak, Angliya bilan o'yindan keyin argentinalik futbolchilar banner ko'tarib chiqdi va bu banner siyosiy banner hisoblanar ekan va bunaqa banner ko'tarib chiqqandan keyin o'sha terma jamoa 10 yilga FIFA musobaqalardan chetlatilishi kerak ekan. FIFA Argentinaga bu haqda aytgan, agar mabodo Argentina chempion bo'lgan taqdirda UEFA boyagi banner masalasini oxiriga yetkazmasdan qo'ymasligini, hattoki Argentinani chempionlik kubogidan mahrum qilib, kubogini olib qo'yib, o'zlarini 10 yilga FIFA musobaqalaridan diskvalifikatsiya qilinish haqida ogohlantirgan. Ikkinchi variant prosta o'yinni berish kerak bo'lgan. O'shanda Argentinani kiyinish xonasida to'polon bo'lgan. Yo'q, biz hozir maydonga chiqib chempion bo'lishimiz kerak, jang qilishimiz kerak, kubok ko'tarishimiz kerak, keyin u kubogini qaytarib olib qo'ysa olib qo'yaversin degan paytda Messi biz hozir bitta kubokni yoki o'zimizni emas, Argentinani kelajagini o'ylashimiz kerak. Argentina 10 yil futboldan chekkada qolishi mumkin emas degan. Mana shu joyda Messi eng to'g'ri qarorini qabul qilyapti. Yoki